Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum kitoblarni sevib mutolaa qiluvchi aziz yurtdoshlar. Studiyada men Davron hamda hamkasbim Malika. Demak, bugun Orzuyimdagi kitob loyihasining Jizzax telekanali orqali efirga uzatilayotgan ilk soni. Aynan mana shu yangilikni eshitib biz juda ham xursand bo'ldik. Sababi shu paytgacha aynan Orzuyimdagi kitob loyihasi ijtimoiy tarmoqlar orqali tomoshabinlar e'tiboriga havola etilayotgan edi. Orzuyimdagi kitob loyihasi aynan o'sha kitob sevarlarning sevimli loyihalaridan hisoblanadi. Loyihada ishtirok etish tartibi qanday? Siz qaysidir kitobni o'qimoqchisiz yoki uni xarid qilmoqchisiz. Siz o'qimoqchi bo'lgan kitob kutubxonalarda ham yo'q yoki topgan taqdiringizda ham uni sotib olishga mablag'ingiz yetmaydi. Aynan mana shunday fursatlarda bizning loyiha sizga ko'maklashadi. Siz ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarimiz orqali ro'yxatdan o'tib anketani to'ldirasiz va sizga agar o'yinimizda g'olib bo'ladigan bo'lsangiz, sizning kitob buyurtmangiz bepul tarzda yetkazib beriladi. Biz shu vaqtga qadar aziz kitobsevar do'stlarimizning 18 nafariga loyiha doirasida o'z kitoblarini yetkazib berdik. Bundan tashqari 5 nafar ishtirokchilarimizga ham homiylik asosida kitoblar yetkazib berildi. Bugungi sonimizda ham 167 nafar ishtirokchilarimizdan 5 nafarni albatta o'zlarining orzuyidagi kitoblarini o'z manzillariga yetkazib beramiz. Albatta, aynan 167 nafar ishtirokchilarning tartib raqamlari hozir bizning qo'limizda turibdi va bugungi o'yinimiz orqali ularning orasidan 5 nafar omadlilarni tanlab olamiz. Ayni daqiqada biz ishtirokchi raqamlarini aylantirmoqdamiz va bularning orasidan omadlilardan biri bo'lgan ishtirokchimizni orzuyidagi kitoblarini o'z manzillariga yetkazib berish niyatidamiz. Tomoshabinlarga yana bir bora eslatib o'taman. Bizning maxsus idishimizdan 167 nafar ishtirokchilarning tartib raqamlari o'rin olgan. Ular esa yuqorida aytib o'tganimdek ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalar orqali o'zlarining ma'lumotlarini va qaysi kitobni buyurtma qilganliklarini yozib yuborishgan va biz ayni daqiqalarda studiyamizdan turib ularni tanlab olamiz. Malika, marhamat. Ilk ishtirokchimiz tartib raqamlari omadli ishtirokchimiz 28-raqam ostida joylashgan. 28-raqamli ishtirokchimizni muborakbod etamiz. Ular ilk g'olibimizga aylandilar. Teleekranlar orqali uzatilayotgan ilk ishtirokchimiz, ularni orzuyidagi kitoblarni uylarigacha yetkazib beramiz. 28-tartib raqamdagi ishtirokchimiz Yangiboyeva Feruza Madamiddin qizi, yashash hududlari Sharof Rashidov tumani, kitob buyurtmalari Start with Why. Demak, biz ilk g'olibimizni aniqlab oldik. Endi esa ikkinchi omadli ishtirokchini tanlab olishimiz kerak va meni navbatimmi? Albatta. Ikkinchi omadli ishtirokchimiz. Qiziq, ular qanday kitobni buyurtma qilgan ekanlar? Bu juda ham qiziq. Marhamat. Aralashtiryapman. Va bizda galdagi omadli ishtirokchining tartib raqamlari omadli, men yaxshi ko'rgan raqam 77. 77-raqam ostidagi insonimizni chin qalbimizdan qutlab qolamiz. 77-raqamli ishtirokchimiz Pardayev Ravshanjon, buyurtma manzili Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislar instituti Qarshi filialiga. Buyurtirilgan kitob esa Temur tuzuklari. Tabriklaymiz 77-raqamli ishtirokchimizni va Malika, shu o'rinda menda bitta taklif bor, agar siz rozi bo'lsangiz. Albatta. Xo'sh, qanday taklif? Teletomoshabinlarimizga ham qiziq, o'tgan sonda va ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatuvchilarga havola etilgan sonlarda biz agar bilsangiz, omadli ishtirokchilarimizga kitoblarni yetkazib berganmiz. Ha, albatta, bu jarayonlarning alohida lavhalari ham mavjud bizda. Mavjud. Va aynan o'shalarni hozir tomoshabinlarga havola etsak nima deysiz? Albatta, qarshiligimiz yo'q. Ko'ramiz. Assalomu alaykum hammaga. Orzuyimda kitob loyihasi yana bir baxtli insonni orzusidagi kitobni olib borib bermoqda. Hozir Ergashev Mirziyo ismli tengdoshimiz bor ekan. Ular buyurtma qilgan kitob Tohir Malikning Murdalar gapirmaydi degan kitobi ekan. Hozir biz uni yetkazib beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar, Orzuyimdagi kitob loyihasini qadrli muxlislari, mana bugun menga sertifikat bilan mana bunday kitoblarni olib kelib berishdi. Xudo xolasa, mana Orzuyimdagi kitob loyihasida g'olib bo'lishdan juda xursandman. Bu Orzuyimdagi kitob loyihasini loyihachilari, o'sha ishchilari mana bunday bu loyihani o'ziga yarasha ish olib borayotgan barchasiga omad tilayman.
Navbatdagi ikkinchi ishtirokchimizni ham tanlab oldik va shu o'rinda menda bir savol tug'ildi. Davron, siz ham kitoblar o'qishga qiziqasizmi? To'g'risini aytaymi yoki To'g'risini ayting. to'g'risini aytsam, badiiy kitoblar o'qib turaman vaqti bilan, lekin doimiy ravishda kitoblar o'qiyman deb ayta olmayman. Sababi kitob o'qishni boshlaganim zimda yoki kitobni ochishim bilanoq uyqum keladi men negadir. Oxirgi o'qigan kitobingiz esingizdami? Albatta, oxirgi o'qigan kitobim adashmasam Ernest Hemingway qalamiga mansub Chol va dengiz asari edi, adashmasam. Juda ham qiziq kitob bo'lsa kerak. Mendan so'rashga so'radingiz, o'zingiz qanaqa kitoblar o'qib turasiz? Men ko'proq badiiy kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman va ayni vaqtda men Shukur Xolmirzayevning 18 ga to'lmagan kim bor nomli kitobini o'qimoqdaman va sizlarga ham ushbu kitobni olib o'qishingizni tavsiya qilaman. Nechinchi betga keldingiz? Aynan qaysi sahifadasiz? Aynan 100-betdan o'tdim. Rostdan o'zi 100 sahifali kitobmikan o'zi? Albatta 150 dan ham oshsa kerak menimcha. Hozirgina tomoshabinlarimiz bilan birgalikda guvoh bo'ldik. O'sha buyurtmalarni qabul qilib olgan kitobsevarlarimizning quvonchlari cheksiz. Sababi ular aynan o'sha kitobni o'qish uchun mana shu loyihada ishtirok etishgan va qo'llariga o'sha buyurtmalar yetib bordi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Men ham ularning o'rnida bo'lgim kelyapti. Men ham borgim kelyapti, lekin bitta sharti bor, aynan o'sha loyiha ichida bo'lganlarning buyurtma berishlari mumkin emas. Shuning uchun biz bunday imkoniyatdan foydalana olmaymiz. Keling, hozir ayni daqiqalarda 3-omadli ishtirokchimizni tanlab olsak. Tanlab olamiz. 3-omadli ishtirokchimizni tanlab olamiz. Qiziq, u kim ekan? Qaysi viloyatdan? Bu bizga juda ham qiziq. Yaxshilab qaralashtiring. Albatta. Balki meni qarindoshim bo'lib chiqar. Balki. Bu kitobni olib men ham o'qirman balki. Demak, bizda 3-omadli ishtirokchi. Albatta, 3-omadli ishtirokchimiz. Marhamat. 116-tartib raqami ostidagi omadli ishtirokchimiz. Biz ularni qutlab qolamiz. Ularning orzuyidagi kitoblar albatta o'z manziliga yetib boradi. Albatta, orzuyimdagi kitob loyihasi jamoasi a'zolari ishtirokida. 116-tartib raqamdagi ishtirokchimiz Tursunmurodov Suhrobiddin. Yashash joylari Jizzax viloyati Zomin tumani. Buyurtma kitobi 2 eshik orasi asari. Xo'p, keling, tomoshabinlarni ko'p kuttirmasdan 4-omadli ishtirokchimizni ham menimcha tanlab olsak bo'ladi. Marhamat, tanlashingiz mumkin. Meni navbatim. Albatta, Malika shunaqa holatlar uchrayaptiki, qanday qilib ishtirok etsa bo'ladi, aynan orzuyimdagi kitob loyihasida degan savollar juda ko'plab uchrab turibdi. Va keling, shu haqida ishtirokchi raqamni e'lon qilgandan keyin gaplashamiz. Bizda navbatdagi omadli ishtirokchi tartib raqamlari 65. Tabriklaymiz ularni, qutlaymiz. Shunaqa savollar juda ham ko'paydiki, Malika, qanday qilib loyihada ishtirok etish mumkin? Loyihada ishtirok etish tartibini yuqorida aytib o'tdim. Siz Telegram messenjeri orqali qidiruv maydoniga orzuyimdagi kitob pastki chiziqcha bot deb qidiruv berasiz va aynan o'sha rasmiy botimiz orqali start berib, maxsus anketani to'ldirasiz va kitob buyurtmangizni yozib yuborasiz va bizning xodimlar sizning buyurtmangiz qabul qilinganliklari haqida sizga xabar berishadi va siz to'g'ridan to'g'ri bevosita loyihaning ishtirokchisiga aylanasiz. Bu juda ham oson. Hoziroq ushbu botga kirib, start tugmachasini bosing va o'z ma'lumotlaringizni kiritib, orzuyingizdagi kitob egasiga aylaning. 65-tartib raqami ostidagi ishtirokchimiz Qaysar va Shahrizoda Umid qizi. Buyurtma manzili Jizzax shahar, buyurtma kitobi esa Uch Bahodir. Malika, menimcha biz 4 omadli ishtirokchilarni tanlab oldik va bizda so'nggi omadli ishtirokchining tanlab olish qoldi. Marhamat. Bu baxtli onlarni sizga topshiraman. So'nggi ishtirokchimiz qaysi tartib raqami ostida yashiringan ekan? Topishga harakat qilib ko'raymi? Marhamat. Menimcha 27-raqamli ishtirokchimiz g'olib bo'lsalar kerak. Sizningcha bu xato topdingiz. Bu 45-tartib raqami ostida yashiringan inson. 45-raqamli ishtirokchimizni ham muborakbod etamiz. Ular ham orzuyimdagi kitob loyihasining omadli ishtirokchisiga aylandilar. 45-tartib raqami ostidagi ishtirokchimiz Sharoz Begumqulova. Buyurtma manzili Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani. Buyurtma kitobi 2 eshik orasi. Muallif O'tkir Hoshimov.
Ushbu 5 nafar ishtirokchimizni yana bir bora chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Tez orada ushbu kitoblar sizning manzilingizga yetib boradi. Mana Malika 5 nafar omadli ishtirokchilarimiz bilan yaqindan tanishib oldik. Fursat xayrlashish onlariga yetib keldi. Shu o'rinda kitobsevar do'stlarimizga yana bir bora eslatib o'taman bizning manzillarimizni. Orzuyimdagi kitob pastki chiziqcha bot orqali siz o'z kitob buyurtmangizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Aizlar yana bir bora eslatib o'taman, siz Jizzax telekanali orqali Orzuyimdagi kitob loyihasini tomosha qilyapmiz. Ko'rsatuvimizni suratga olishda yaqindan yordam bergan va bizning hamkorlarimiz bor, ularni eslab o'tishimiz kerak. Albatta, Yoshlar ishlari agentligi Baxmal tuman bo'limiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aizlar, sizlar bilan uzoqqa emas, ro'pararosa bir haftaga qadar xayrlashamiz. Zero orzular maqsadlar sari yetaklaydi. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.